Koreyskiy apalakkalar davri o'tib, endi O'zbekiston apalakkalar davri yetib keldi do'stlar. Yig'ilaveradi, sachilaveradi ham do'stlar, juda ham oson bo'ladi. Eng asosiysi do'stlar, o'rtalarda hech qanaqangi ulardan bo'lmaydi, xondan bo'ladi do'stlar. Narxlari ham suv tekin joyida do'stlar. Koreyskiy apalakkalarda o'rnida O'zbekiston apalakkalar xohlagan turlarida, xohlagan variantlarida bor do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, 19 metr suv tekin narxlarda 2 million 600 ming so'mdan boshlab ag'i yuqorilib ketaveradi. Qani keladigan do'stlar, bu 8 yoki 2 yil listadan ishlatilar ekan do'stlar. Primbo birinchi qo'shilib chiqadigan joyda do'stlar. Xohlasa bu varianti bor do'stlar. Bunisi nima farqi bor deydigan bo'lsa, o'rtada umuman teshik go'sht mahsulotlari bo'ladi. Buni narxi mana shu 1 metrni 1 million 200 ming so'mdan boshlab ag'i yuqorilib ketaveradi do'stlar. Xohlasangiz zindan uchun bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz arzonroq olsalaring do'stlar, kommentariy mahsulotdan bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz do'stlar, lesalarimiz bor do'stlar. Lesalarimiz Xitoydagi bo'ladi do'stlar, originali bo'ladi. Do'stlar, narxi 620 ming so'm, razmeri 1.95 90 bo'ladi. Xohlasangiz O'zbekistondagi bo'ladi do'stlar. Narxi 2.2 bo'ladi. Buni ham narxi 620 ming so'mdan boshlab ketaveradi. Komplet holatda qilib berishaveradi do'stlar. Kimga shunaqa optim narxlarda kerak bo'ladi do'stlar, qurilish mollarini optim birinchi qo'shilib chiqadigan joyda biz do'stlar, Pasono bilan aloqaga chiqaverasizlar.